juda kuchli aktrisaman. Hozir yig'lab turgan bo'lsam, kamera ko'zim oldiga kelganda hamdan otib kula olaman. Chunki qadriyatlarimdan bittasi bu. Muammolarni, og'ir vaziyatlari hech qachon bandaga aytma. Qancha oshkor qilgan saringiz muammo ko'payaveradi. Hech qachon kamaymaydi. Aytsam og'riqli. Hattoki ko'zingizga yosh keladigan muammolarim bo'lgan. Lekin bo'lish kerakmi? Bo'ldi. Nimaga endi biz baxt berganda, pul berganda, obro' berganda hammasida voy xudoga shukr deb xursand bo'lamiz-da, lekin ozgina sinov kelib qolsa, nimaga Instagramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda chiqib yorib yig'lashimiz kerak? Bu Allohga isyon bo'lib qolmaydimi? Dardni berdi, sinov berdi-da. Yechimini ham albatta. Alloh shunaqaki, bandasini toqatidan ortiq sinov bermaydi. Robbimga ishonadigan ayolman. Hamma kelayotgan ko'ngilsiz holatlarga sinov deb bilaman, sinov deb qarayman va bu albatta yechimini topadi. Shunda faqat Xudodan so'rash kerak. Vaziyatlar bormi? Mana vaziyatlar bizga beriladi. O'sha vaziyatdan chiroyli chiqishimiz bu mana bizning kuchimiz hisoblanadi. Yiqilib, qayta turish unaqa narsa yo'q men uchun. Men uchun yiqilish bu o'lim. Bugun hammasidan ayrildik deylik, hamma narsamdan ayrildik. Menda yana imkoniyat bor. Ertaga yashab tursam, yana gullab yashnashimga imkoniyat mana ertalab ko'zimni ochganim. Doim hamma narsaga tayyorman. Har doim.